elektr ta'minot korxonasi ishlab chiqarish muhandisi Xoldiroyev Bekzodman. Dehqonobod tuman elektr ta'minot korxonasi tumandagi 29,028 ta iste'molchilarga xizmat ko'rsatadi. Shundan aholi iste'molchilari 26,926 ta tashkil qiladi. Yuridik iste'molchilari 2,102 ta tashkil qiladi. Bu iste'molchilarni Dehqonobod tuman elektr ta'minoti tomonidan 9 ta podstansiya va 2172 kilometrlik havo tarmoqlari va 551 dona transformator punkti orqali bilan sifatli elektr energiya bilan ta'minlab kelmoqda. Xalqimizni sifatli elektr energiya bilan ta'minlash, avariyali o'chishlarni oldini olish maqsadida Dehqonobod tuman elektr ta'minoti tomonidan 51 dona transformator punktini va 395 kilometr havo tarmog'ini mukammal ta'minlash ishlari rejalashtirilgan bo'lib, hozirda 80 kilometr havo tarmog'i mukammal ta'minlanib, 25 dona transformatorimiz mukammal ta'minlandi. Bundan tashqari davlat dasturlari asosida 330-sonli qarorga asosan 32,5 kilometr havo tarmog'ini yangi qurish, 11 ta transformatorni yangilab o'rnatish rejalashtirilgan. Hozirda bu ishlar ham boshlab yuborilib, 78 dona temir beton ustun o'rnatildi hozir.